yuraging. Agar doim tashvish va xavotirda bo'lsang, men azoblanaman va kasallik paydo bo'ladi. Men sening oshqozoning. Stress va ichki xavotir meni charchatadi. Shishish va boshqa kasalliklar keltiradi. Men sening jigaring. Achchiq hislar, rashk va g'azab meni zararli qiladi va meni kasal qilishi mumkin. Men sening buyraging. Qo'rquv va hayotdagi tartibsizlik meni charchatadi va salomatlikka ta'sir qiladi. Men sening o'pkang. Qayg'u, ichki o'zini ayblash va yetarli emaslik meni zaif qiladi va kasallik keladi. Men sening mushaklaring. Kuchli stress va og'irlikni his qilish meni charchatadi. Men sening ichaklaring. Ichki xavotir va noto'g'ri qarorlar meni zaif qiladi. Men sening qovuqing. Qo'rquv va uyat meni zaif qiladi va salomatlikka ta'sir qiladi. Men sening bo'g'imlaring. Tanqid va qo'rquv meni cheklaydi. Men sening miyang. Doimiy tashvish va stress meni zaif qiladi.